Herkese selam dostlar, sizler benim Alfa. Hoş geldiniz benim yeni videomga. Xullas men albatta bizlar kartali playerlarimiz olishimiz kerak. Bu yerda bilsalaring Nunez'im bor. Tushib qolsa yomon emas. Albatta bizlarga bu yerdan 10 ana kelgan ekan. 76 kartalik futbolcu. 10 ana kelibdi le. Bu nexta kelgan ikkasi yo'qmish lening. O'zimish le. Albatta videoga like, kanalga obuna bo'lib o'tishinglar. Bu menga juda ham muhim. Yangi videolar chiqishdi. Xohlasang nima qilish bilasizlar do'stlar. Xullas mana mening albatta hali men botman va mana mening akkauntimning over halemu xullas bu yerdan kelgan pul shunaqa narsalar olib kelgan. O'shanda men pulimda 1 million qilib oldim. Like do'stlar, like. Bizlar keyingi videolargacha 400 mayli 14,000 like yap bering. Davay do'stlar, 14,000 like yap bering. Keyingi videoga qidiruvlardan mana shu qizil playerlarning hammasini 40 talasini ham olishga, ya'ni o'zim ko'k kartasidagini olishga harakat qilamiz. Va do'stlar mana komanda hammasi cho'tkimish sochni bo'lyapti va nima bu? Ochilishibdi. 55 olmuş. 35. Ha bo'ldi do'stlar, bu pul beradi aytgancha. Berdi. Ammo bu emas. Ko'k mallarang bo'lishiga qaramasa bular juda ham zo'r. Qo'ydilar do'stlar. Yaxshi do'stlar. Podpischimiz qancha ko'paysa podpischik shuncha sizlarga, menga emas sizlarga. Qani Amerika qo'ysalar. Shunday bular yomon zo'rmi? Johnny. Ne? Alfa devazik iyiymiş mi? Alfa. Alfa. Qani chiqdimi? 15-level. Brazil. Vini Junior. Rapia. Sonkanide. Brazil. Второй круг. Pastamında. Çünkü endi men
Qancha zo'rlar bor ekan, qori qotdi. Chiqib ketishib bormikan? Mana. Zo'r qani? 5 million. 5 million ekan. Baribir seni sotib olamiz, baribir. Finalda shuncha yo'q, qizil karta ham berar ekan. Nima qilish kerak bu? Qizil narsada bunda nima qilish kerak? Do'stlar, talay bosinglar, bu tushunmayapman hozircha. Brazil. Vinicius Junior. Rapinha. Shu yerda menga ne olur sarı kartlar yedi. Easy Barcola, William Salib, Williams Kunhe. Şeyler sarı düşüp gittik. Robertson şu mende 80 payti bor edi do'stlar. Hozir tushib ketgan. Ay do'stlar, internet muammolar bo'laverar ekanda. Do'stlar, bu ham bor ekan. O'yin o'ynayveramiz. Xullas do'stlar, shu videoga eng uzun, dahshat uzun o'qiydigan bo'ladigan qilib like ana o'qisalaring, komment yozsalaring bo'ldi do'stlar. O'shani reklama qilib beramiz. Futbol chiqdi böyle. Bismillah. Visa. Şu mende kartada vardı. Beni çoğunluğu. Nima berarkan? Rostdan qiziq yapan do'stlar. Nunes. Shunaqa qilinglar bo'ldi do'stlar, javob beraman. Reklama qilib beraman. Onana. Hashim bashirasi cho'qmayapti hozir men onanani. Bir pochan chiqarib beraman borku. O'zimiz do'stlar, o'zim tarkim halol lekin. Qani umiddalik bo'lsak. Bot deyilmaydi. Setni bu yoqqa qo'yamiz. Mana tarkib udar faqat Mobisbek qani. Mobisbek qo'ydi. Do'stlar, shunaqa qilinglar. Bizlar mana shu o'yinda o'ynaymiz. Ham aytgancha qizil kartali playerlarimizga atiga 2 qadam qolgan. Biron sotib olaylik desa. Biz do'stlar, men shunaqa narsani ochib bermoqchiman sizlarga. 3 ta sharti bor uning. Birinchisi like, ikkinchisi obuna, uchinchisi sezon passni ochib bering deb yozsalaring bo'ldi do'stlar. Ochiladi sezon pass va bu yoqlarda ko'p ekan. Oxirida ham berar ekanda do'stlar. Xo'sh, bu o'ylab bo'larkan. Shu tinglar do'stlar va bizlar sizlarga xayr tilab qolamiz.
Bunaqalarni ham ochamiz. Hamma qizil kartali playerlarimiz ochamiz do'stlar. Shunaqa qilamiz. Sog' salomat. Xayr do'stlar, sog' salomat. Nima qilish bilasizlar? Sezon pass ochib bermoqchi bo'lsam. Ayir.